Polsha osmonida Rossiya droni va NATO yordamga keldi. 4 aeroport esa yopilgani ma'lum qilindi. Polsha havo hududiga Rossiya dronlari kirgani sababli mamlakat armiyasi va NATO birgalikda harakatga o'tdi. Bu urush boshlangandan beri Polsha armiyasi birinchi marta dushman dronlarini urib tushirdi. Polsha qurolli kuchlariga ko'ra, dronlar Rossiyaning Ukraina hududiga qilgan hujumlari vaqtida Polsha osmoniga kirgan. Polsha harbiylari esa bu dushman qurollarini aniqlab, harbiy operatsiya boshlanganini ham e'lon qildi. Mudofaa vaziri Vladislav Kisimyak Polsha samolyotlari dronlarga qarshi qurol qo'llaganini ham bildirdi. Varshava va yana 3 ta muhim aeroport vaqtincha yopilgani ham aniqlandi. Shu jumladan Ukraina bilan yuk va yo'lovchi aloqasi bor bo'lgan aeroport ham yopildi. AQSh senatori Dik Durbin bu holatni Putin NATOni sinamoqda deb baholadi. Kongress a'zosi Jon Uilson esa bu hujumni Polshaga qarshi urush e'loni deb atab, Rossiyaga kuchli sanksiyalar qo'llashga chaqirdi. Polsha xavfsizlik darajasini oshirdi.